Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugungi navbatdagi tanlovimiz bankdan oshdi. Bugungi kunda banklarga tadbirkorlar bilan uchrashib, tadbirkorlarning muammolarini eshitib, ularga imtiyozli kreditlar berib, shularning natijasida bo'sh ish o'rinlari yaratish talabi qo'yildi. Bugungi kunda bizni bankimizdan jismoniy shaxslarga va yuridik shaxslarga imtiyozli kreditlar jalb qilinmoqda. Bunda jismoniy shaxslarga o'zimiz band qilgan fuqarolarga 50 milliongacha mahalla loyihasi bo'yicha, 12 milliongacha biznesga birinchi qadam loyihasi bo'yicha, ya'ni bunda 25% dan mahalla loyihasi bo'yicha 2 yil imtiyoz davri bilan 5 yilga berilmoqda. Ya'ni bunda mahallada biriktirilgan mahalla bankirining tavsiyanomasi asosida. Bundan tashqari yuridik shaxslarimizga 312 qaror bo'yicha, ya'ni bunda 1 yil faoliyat yuritgan, kamida 1 yil faoliyat yuritgan tadbirkorlik subyektlariga 100 million so'mgacha garovsiz, 300 milliongacha bo'lsa garov ta'minoti bilan, ya'ni bunda Samarqand tumanimiz 2-toifaga kirganligi sababli 22% dan ajratiladi. Bundan tashqari ayollarimiz uchun hamroh ayol kreditimiz bor. Bunda 20%, 21% aylanma mablag' uchun. Yoshlarga 60-qaror bo'yicha, 61-qaror bo'yicha bunda yoshlarga 18% dan 31 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga ajratiladi.